Aşu jinoyatchilar cho'qim Egistamliq turmaga solinishi yoki tren yerga ko'milishi kerak. Har qanday jinoyatchi o'zgarmagicha erkin yashayolmasligi kerak. Siz bularning ta'siriga uchramayla tushunishingiz kerak. Chunki siz degan bir soqchi. U qiz endi 9 oylik bo'lgan tursa, u nima qila oladi? U 1 metr 80 santimetr atrofida. Soqiliga azroq oq sanjigan. Buğday o'nglik odam. Askar xatarlik ahvolda qolgan kishilarni qo'g'dash uchun boturlarcha o'tdingizga etilib kirdi. Bir jonni qutqizish uchun kechini kunduz go'lab ishlab, nurg'un kishilardan yordam so'rdi. Hamma odam sizni ko'zi qachamdi. Yaqtirib qoldim. Hey! Sizni Arjon deb chaqiraymi yoki Sarkar deb? Kishilar orasida Arjonda, jinoyatchilar bilan ilishqanda Sarkar. İnsanlar halkıp o'sib bo'lmaydigan bir chek bor. Biroq bugun bu chekdan o'tib ketamiz, uni buzib tashlaymiz. Bu har xil to'salg'ular oldida oxirgacha bardoshlik berib, muvaffaqiyat qozongandilar. Ondan zehnini haqqoniyatga to'g'dashga qaror qilib o'tdi. Soqchi keladi. Sen bizni o'ldirmaysan. Bolamni qaytirib kelinglar. Sizni opangiz cho'qimabdi. Bu yerda yashayamaysan. Men xizmatga kirgandan buyon hamma odam mushundoq da'vatidi. Oyun başlandı. Arjun Sarkar.